Barchaga assalomu alaykum, hurmatli Global Mind obunachilari va bizni kuzatib borgan do'stlarimiz. Bugun biz sizlarga xudo xolisa qo'limizdagi bor telefonlarimizni inshaalloh afzal qilamiz. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolisa qo'limizdan kelgancha biz sizlarga chegirmadagi smartfonlarni borini aytib, har doimgidek video qilishga davom etamiz. Qanaqa murojaat, qanaqa savollaring bo'lsa, teradagi nomlarimizga bemalol murojaat qilasizlar. Hozirgi videoda qo'yiladigan smartfonlarni nasihat asosida ham xarid qilmoqchi bo'lsangiz, unda pastda отдельный nomer qoldiramiz. 3 oydan 24 oygacha xudo xolasa nasiya savdodan xarid qilish mumkin. Penya tug'maydi. Shunaqa telefonlarga aklot ham qo'yilmaydi. Pasport hamda plastik karta raqamlari kerak bo'ladi. Hurmatli obunachilar, S26 Ultra'ni dual sim kartali, atiga 2 yil ishlagan, rasman 1 yil servis garantiyaga bo'lgan. Qanaqa yangisini olsangiz, xuddi shunaqangi holatdagidan olib qo'yganmiz. Hozir buni vakuumini o'zim buzaman desangiz, $1200 turadi. Men sizga xudo xolasa bu smartfonni arzonlashtirgan narxda atiga 2 yil ishlaganni $1115 ga, $85 arzoniga hali to'liq 12 oy garantiyalari bilan xudo xolasa yetkazib beramiz. Xo'p, keyingi smartfonimiz S26 Ultra'ning eng hadavor rangida bo'lgan S24 Plus'lar qarang. Bulu har doim o'ziga tortadi. Smartfon juda ham tiniq holatda. Exynos 2400 prosessor, 12256, 4900 ampere, SIM-G simlargacha o'tgan. O'zbekistonda hali hech kim ishlatmagan smartfonlarimiz, foydalanib qo'yinglar. $450 dan shunaqangi yoqimli bulu hamda o'zimga eng yoqqan seri oq ranglilardan ham xudo xolasa sizlarga seriyalarni taklif qilaman. Smartfonni olsangiz ham o'zi ham shunaqangi maza qilib ishlatasiz. Bitta petni o'zi, bitta bir kaltagan joyi ham shunaqangi planni, shunaqangi yumshoq sheylik bu telefon. Batareyasidan ham hech qanaqangi muammosi, pit anaqalari bo'lmaydi. Kaltagan joylari ham yo'q. Batareyalardan ham hech qanaqangi muammosi bo'lmaydi. Silver, blue hamda yoqimli gold ranglisi ideal saslanadi xudo xolasa. Narx hurmatli obunachilar $450 dan qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul tezkor tez pochta orqali to'lovlar oldindan 200 ming, qolgani qo'llaringizga borgandan keyin xarid qilasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, prosessorlar Snapdragon 8 Gen 2 prosessor, kontaktli ixcham SIM plus E simlargacha o'tgan, bu oq emas, bu jemshuk rangdagi S23 bejli smartfonlarimiz hammasi 8 ga 256, 3900 amperlik batareya, jemshuk ranglarda hamda sizlarga green ranglisi eng hadavoy bo'ladi. Mana green ranglardan taklif qilaman. Sizga qaysi ranglisi yoqsa, siz bizga Telegramdan murojaat qiling. Har bitta smartfonda qirvoqlarigacha video qilib tashlab beramiz. Borini aytamiz. Yoqsa zakaz berasiz, bo'lmasa muammosi yo'q. Xo'p, keyingi smartfonimiz ham S23 pink ranglisi hurmatli obunachilar. Bunaqangi zo'r holatdagi bu smartfon 3900 amper batareya, 8256 SIM-G simlarigacha o'tgan. Narxlari hurmatli obunachilar, pink ranglarni 305 dan, green bilan jemshuk ranglarni esa $325 dan taklif qilamiz. iPhone 11 64 Amerikadagi 84 ideal zo'r saslanadi xudo xolasa. $185 ga. S20 FE 6 ga 128, 4000 amperlik batareya, Snapdragon prosessor, holatlari juda ham zo'r holatda. Hatto taydagi salafallari ham olinmagan bu smartfonimizda. Xo'p, bu smartfonni sizlarga hurmatli obunachilar $175 qilib berishga tayyormiz. S23 Plus bejli smartfonimiz 4700 amper batareya, 8256 SIM-G simlargacha o'tgan. Bu ham oq emas, qarang, hatto salafallari ham turibdi. Jemshuk rangdagi, narxi $355 dan S23 Plus bejli smartfonimiz. Noton Plus bejli smartfonimiz Aurora Blue rangda, 4300 amper, 12256, holati zo'r holatda. Uning ustiga bu 100% afsonali o'tgan. Chunki buni aytishdan charchamayman. Bank ilovalaridan ham hech qanaqangi muammosi bo'lmaydi. Narxi $195 ga. Z Flip 4 smartfonimiz Snapdragon 8 Gen 1 prosessor, 8 ga 256, 3700 amperlik batareya, bitta bukilishi bilan kontaktli smartfonga aylanadi. Buni ham SIM-G simigacha o'tgan hurmatli obunachilar. O'zbekistonda hali hech kim ishlatmagan, narxi $222 ga. Xo'p, iPhone 15 Pro smartfoni, simlari hatto ishlamagan, 85 yomkis, 128, $660 ga. Dubay regionida xudo xolasa 93 yomkisda 93 SIM-G sim, hatto korobkada simlari ham ishlamagan, narxi $665 ga. iPhone 13 Pro'da eng hadavoy bo'lib turgan ranglisidan gold ranglisi 94 128 ideal saslanadi xudo xolasa qarang. Smartfonni bittagi nuqtasi ham yo'q, $435 dan. Endi men sizlarga keng kolleksiyada 13 Pro'larni blue ranglardan taklif qilaman. Smartfonlarni ko'rib, o'zlaringiz maza qilasizlar. Shunaqangi ideal holatdagi bu smartfonlar
qo'lingizga kelib ushlaganingizda aniq yoqadi sizga. Ideal zo'r saslanadi. Batareya foizlari 93, 91, 89 yom kuchli, narxlari $435 hamda grenanilari 87, 86 yom kuchli. Region Amerika, SIM-ga o'tgan 128, O'zbekistonda hali hech kim ishlatmagan bu smartfonlarimizni foydalanib qo'yinglar hurmatli obunachilar. $435. A16 ni 2 kun ishlagani 4/128 yangidek holatdagi hurmatli obunachilar $130 ga. A56, A54 bej smartfonda 6/128 dual sim kartalikdan olib qolganmiz. Holatlari o'zi xudo xolasa zo'r holatda. Hatto tagida salafallari ham ozmoz turibdi. Korobkasi yo'q, dual sim kartalik, narxi $175 ga. A73 bejida anchadan beri bunaqa tinig'ini ko'rmagandim. Hech qanday almashmagan ekan hurmatli obunachilar. Ekranlarda ham shunaqangi muammosini ko'rmadim. Bolalar qo'yishmabdi. Buni korobkasi ham bor. 6/128 ideal zo'r saslanadi turibdi xudo xolasa. Narxi $165 ga. Xo'p, S22 Ultra 108 megapiksellik kamera, Snapdragon 8 Gen 1 protsessordan jihozlangan. Ozmoz qanchalangan joylar bor. Unaqa strashli narsasi yo'q, lekin bu O'zbekistonda ishlamagan 12/512 talik. Narxi $405 dan oq hamda shunaqangi grenasi bilsalar faqat shunda 1 terabaytligi bo'ladi. Bu safar 512 talikdan shunaqa ranglikdan kirib keldi. Endi 256 bardoviy rangini esa $380 dan qilib beramiz. Dial zo'r saslanadi xudo xolasa. Samsung tarixida eng qimmat sotilgan smartfon bu qo'rqmay aytamiz. Shunaqangi dial holatdagi S21 Ultra smartfon hisoblanadi. Bu smartfon Exynos 2100 protsessor, 12256, 5000 amperlik batareya. Uni ustiga O'zbekistonda hech kim ishlatmagan narxi $120 dan. Ketidan maslarga salafallari olinmagan to'rala tomonda qarang, olib maza qilasiz. Korobkadan qani olsangiz shunaqangi holatda turibdi. Yangida qorasini ham, yashirini ham to'rt tomonida salafallari bor. Bularning ustiga 12/512 talik SIM-largacha o'tgan. Narxi $515 dan foydalanib qo'yinglar. Maza qilib ishlatasizlar xudo xolasa. S24 Ultra'ning natural eng hadovoy ranglisi 256 hamda 512. Bu smartfon Snapdragon 8 Gen 3 protsessor, 12256 hamda 12/512 talik. 512 taligini 640 ga, 256 taligini esa $625 dan qilib beramiz. Hamda hozir juda ham ko'pchiligi ma'qul kelayotgan ayda dial holatdagi gold ranglisi $630 ga SIM plus SIM-gacha o'tgan, O'zbekistonda ishlamagan xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, 5-10 minut ketgan vaqtlarga achchiqmaysizlarga umidamiz. Qanaqa murojaat, qanaqa savollar bo'lsa, tevadagina o'g'limizga murojaat qilinglar. Har bitta zakaz bergan smartfon ham O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul tezkor bitta pochta orqali bonuslar bilan yetkazib beramiz.